Kommentariyada ko'ryapmanki, artrit, artroz, gonartroz, koksartroz, grija kabi kasalliklarni ko'p yozish. Ko'pchilik implant qo'yishga shoshiladi. Qon aylanishini yaxshilang, qonni suyultiring, harakatlarni tiklang. Oldingi holatingizdan o'zgarishni o'shanda ko'rasiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bahora Qodiraliyeva. Biza har xil videoroliklar olib chiqamiz. Bizani kommentariyamizga savollar bilan chiqishadi. O'sha savollarga javob bergan holatda kasalliklarni ko'rib chiqamiz. Kommentariyada ko'ryapmanki, artrit, artroz, gonartroz, koksartroz, grija kabi kasalliklarni ko'p yozishgan. Ya'ni shu haqida ko'p ma'lumot so'rashgan. Boshidan boshlaymiz. Artrit. Artrit kasalligi nima? Artrit kasalligi bu birdan boshlanadigan o'tkir kasallik hisoblanadi. Bo'g'inlarning yallig'lanishi. Bu artrit kasalligida o'zini belgilari bor, ya'ni simptomlari bor. O'sha og'riyotgan joyda, ya'ni tizzada bo'ladigan bo'lsa bu artrit, qizarish, shish, og'riq, mesni temperatura, suyuqlik yig'ishi holatlari kuzatiladi. Mana shu artrit kasalligi agar shifokor tomonidan tashxis qo'yilgan bo'lsa, buni agar davolamasangiz, keyinchalik degenerativ o'zgarishlarga borib, ya'ni artroz kasalligini olib kelishi mumkin. Shuning uchun agar sizda endigina boshlanib, o'tkir holatda bo'ladigan bo'lsa, artrit deb shifokor tomonidan tashxis qo'yiladi. Mana shu boshlang'ich davrida agar to'g'ri yo'nalish berib davolanadigan bo'lsangiz, tezgina o'tib ketadi. Asosan sababi yallig'lanish, ya'ni o'z nomi bilan bo'g'inlarning yallig'lanishi. Shuning uchun yallig'lanishga qarshi giyohlarni qabul qilib o'tkazsangiz bo'ladi. Keyingi kasalligimiz artroz. Artroz bu bizada bosqichma-bosqich belgilaymiz. Birinchi bosqich, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bosqichlarga bo'lamiz artrozni. Bu sizdagi bo'g'in tog'aylarning yemirilishi bo'ladi. Bu artroz kasalligi sizda birdaniga kelmaydi, artritga o'xshab. Bu yillar davomida rivojlanib keladi. Ya'ni degenerativ o'zgarishlar bo'g'inlarda bo'ladi. Bu artroz kasalligini biz MRTga tushganimizda bosqichlarini ko'rib berishadi. Birinchi bosqich, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bosqich holatlari kuzatiladi. Bu holatlar bizda yoshi kattalarda ko'proq bo'ladi. Yillar davomida, chunki bu kasallikni davolamasdan o'tkazib borishadi va og'riq kuchaygandan keyin, bo'g'inlarda o'sha atrofiya boshlangandan keyin, yemirish boshlangandan keyingina lecheniyaga o'tishadi. Ming afsuski, sizlar kech harakat qilasizlar. O'shani boshlang'ich davrida, o'sha og'riyotganda, sizda qirsillashlar boshlanganda, kerakli bo'lgan oziqaviy moddalarni qabul qilsangiz, shu holatdan tez o'tib ketasiz. 3 oydan 6 oygacha davolash mumkin bo'ladi. Lekin mana shu artroz bosqichlarini 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqichga o'tkazib qo'yadigan bo'lsangiz, siz yillar davomida davolanasiz. Hech qanaqangi 1 oy yo 3 oy yoki 6 oyda buni davolash mumkin emas. Shuning uchun bu surunkali kasallik bo'lib keladi. Buni yillar davomida davolash kerak. Unda ham har doim qanday kasallikni davolashdan oldin biz sababini o'rganishimiz kerak. Yoshini qarashimiz kerak, vaznini, gormon o'zgarishini, klimaks davrimi yo'qmi, qanaqa mehnat faoliyati, ishlash jarayoni, misol uchun o'tiradigan insonlarda ham artroz boshlanadi. Ya'ni harakatni tiklash kerak bo'ladi. Ya'ni simptomi darrov belgilari ko'rsatib beradi. Sababini aniqlab turib, sababini davolaydigan bo'lsangiz, bu yechim bo'ladi. Mana shu artroz kasalligiga. Endi qarang, artroz haqida gapirar ekanman, ya'ni bo'g'inlarni, tog'aylarni yemirish haqida gapirar ekanman. Yana bir narsani shu qatorda aytib ketmoqchiman. Ko'pchilik implant qo'yishga shoshiladi. Implant qo'yish uchun sizni bo'g'inlaringiz, tog'aylaringiz sog'lom bo'lishi kerak. Mana shu implantni o'rnatish uchun. Shunga ham ahamiyat bering siz. Yoshlarimizni ko'pchilik implant qo'yishga shoshilib implant qo'yadi. Bu implantni esa bor yo'g'i 5 yildan 10 yilgacha yetishi mumkin. Yetsa unda ham. Shuning uchun siz avvalambor tirik organizmni davolang. O'zingizni qon tomirlaringiz sizga kerakli bo'lgan kalsiy va vitamin D larni yetkazib bera oladi agar to'g'ri yo'nalish beradigan bo'lsangiz. Qon aylanishini yaxshilang, qonni suyultiring, harakatlarni tiklang. Oldingi holatingizdan o'zgarishni o'shanda ko'rasiz.
Keyingi kasalligimiz bizada ko'ksa artroz, son chanoq suyagining tog'aylarining bosqichma-bosqich yemirilishi. Son chanoq suyagi hozirgi kunda juda ham ko'payib ketgan. Asosiy sababi, yoshlarda uchrayotgan sababi bu COVID kasalligini olib o'tgan bemorlarda yoki vaksina olgan bemorlarda yoki bo'lmasam mana shu davrda to'g'ri COVIDni davolamaganligi oqibatida yuzaga kelyapti yoshlarda. Agar misol faoliyati ishlash jarayoni, ya'ni biron bir xolodilnikda ishlaydigan, мясо zavodda ishlaydiganlar bor, мороженое zavodda ishlaydiganlar bor. Xolodilnikda bularda ko'ksa artroz bo'lishi tabiiy holat. Mana shu holatlarga, ya'ni mana shu kasallikni kelib chiqish sababini aniqlab turib, uni ham davolasa bo'ladi bemalol. Faqatgina eng kerakligi boshida aytganimdek sababini davolash kerak har doim. Son chanoq suyagining bo'g'inlarining yemirilishi asosan ko'proq holatlarda qon quyuqligi sabab bo'ladi. Chunki siz COVID mahalda qoningiz quyilgan, gormon terapiya olgansiz, gormon terapiya ham qon quyiltirgan va sizni son chanoq suyagingizga qon yaxshi yetib bormasligi oqibatida yuzaga keladi. Shularga e'tibor bersangiz bo'ldi, davolanib yaxshi bo'lib ketasiz. Keyingi kasalligimiz esa umurtqa pog'onasining grijasi. Bilaman, umurtqa pog'onasining grijasini yosh bolalarda ham uchratyapmiz hozirgi kunda. Nimaga? Bu oddiygina sabab bu. Harakatsizlik, bir joyda o'tirish, telefonda ko'p o'tirish, kompyuterda ko'p o'tirish. Bu grijani o'zimiz organizmimizga sotib olamiz. O'zimizga bu o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Bu grija o'zi nima? Umurtqa pog'onasida bizada fibrozniy kalsiy bo'ladi. Umurtqa pog'onasida ana shu fibrozniy kalsiy latiydi, yoriladi va ichidagi aynan pulpo yadrosi tashqariga chiqib, sizni umurtqa pog'onangizda joylashgan nervlaringizni qisadi. Nervlarni qisgandan keyin nima bo'ladi? Oyoq qo'l harakati sustlashadi, og'riq beradi oyoqlarga, oyoqda uvishish bo'ladi, muzlash holatlari yuzaga keladi. Bu fibrozniy kalsiyni biza o'zimiz operatsiya qilib olib tashlab yoki bo'lmasam har xil nurlar bilan, har xil protseduralar bilan davolay olmaymiz. Chunki bitta fibrozniy kalsiy lat edimi, keyingisiga va umurtqa pog'onalaringiz birin-ketin buzilib boradi strukturasi. Shuning uchun biza mana shu grijani davolayotganimizda umurtqa pog'onasini cho'zuvchi mashqlarni bajarishimiz kerak. Og'ir narsalarni ko'tarmaslik, ko'p o'tirmaslik, harakatni og'riq bo'ladigan darajada qilmaslik va kerakli muolajalarni vaqtida qilish kerak bo'ladi, toki sizni ikkinchi umurtqa pog'onangiz diskiga o'tmasdan oldin. Buni ham davosi juda ham oson, faqatgina e'tiborli bo'lasiz mana shu kasallikka. Keyingisi bizada revmatoidniy poliartrit. Revmatoidniy poliartritga keladigan bo'lsam, bu o'ta surunkali kasallik. Ya'ni yillar davomida siz orttirasiz mana shu kasallikni asta-sekinlik bilan, lekin har doim og'rib yuradi bo'g'inlaringiz. Keyinchalik bitta, ya'ni revmatoidniy artrit deganimizda bitta tizada yallig'lanish yoki bo'lmasam barmoqlarda ozgina o'zgarishlar bo'lyapti. Agar revmatoidniy poliartrit bo'lsa, bir nechta bo'g'inlarning yallig'lanishi kechyapti. O'sha tizimga o'tgan, qon tizimiga. Mana shu revmatoidniy poliartrit deb revmatolog tomonidan sizga tashxis qo'yildimi, siz bu kasallikni kecha orttirmadingiz. Siz umringiz davomida, ya'ni 10 yil ketgandir, 15 yil, 20 yilda rivojlanadi bu kasallik. Shuning uchun bu kasallikni 1 oyda, 2 oyda davolayman deb o'ylamang. Yillar kerak bo'ladi. O'sha yillarga, davolash yillariga sabr kerak bo'ladi. Agar sizga kimdir 1 oyda davolab beraman desa, hech qachon ishonmang. Buni siz qon tizimingizni davolashingiz kerak bo'ladi. Qonni tekshirganimizda revma faktor положительный bo'ladi, oqsil baland bo'ladi, soyalar yuqori bo'ladi, gemoglobin past bo'ladi,
qonda juda ham katta o'zgarish bo'ladi. Ya'ni autoimmunniy kasallik. Ya'ni o'zingizni immunitetingiz o'zingizni to'qimalaringizga, bo'g'inlaringizga, tog'aylaringizga qarshi ishlaydi. Shuning uchun siz birinchi navbatda yallig'lanish kechyaptimi? Yallig'lanishni davolashingiz kerak. Gemoglobinni ko'tarishingiz kerak. Qon aylanishini yaxshilash kerak. Doim issiq kiyinib yurishingiz kerak. Gripp bo'lishdan, shamollashdan, o'rvilidan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Oyog'ingizga issiq jumpa pola kiyib yurishingiz kerak. Chunki siz vaqt o'tkazib yordingiz. Bu bolalikdan boshlanadi. O'sha bolalikda e'tibor bermagansiz. Yillar davomida o'tkazib mana shu revmatoidniy poliartrit tashxisini olgansiz. O'shaning uchun revmatoidniy poliartrit kasalligida parvarish kerak sizga. Birinchi navbatda parvarish kerak. To'g'ri ovqatlanasiz, o'zingizni sevasiz, to'g'ri biologik faol qo'shimchalarni qabul qilasiz, qonni suyultirasiz, yallig'lanishlarga qarshi giyohlarni qabul qilasiz va asta-sekinlik bilan analizlaringizda o'zgarish bo'ladi. So'yalaringiz kamayib boradi, remoprobengiz уже положительный emas, toza ko'rinishda bo'ladi, oqsillaringiz pasayadi. Asta sekinlik bilan gemoglobinlaringiz ko'tariladi, o'zingizni yaxshi his qila boshlaysiz. Faqat 1 oy yo 2 oy yo 3 oyda davololmaysiz. Yillar kerak bo'ladi. Mana shunga sabr bilan boshlash kerak. Shuning uchun men mana shu tayanch harakati tizimi kasalliklarini olib chiqdim. Sizlarga batafsil mana shu kasalliklar haqida ma'lumot berish uchun shu bilan birgalikda qo'shimcha qilib etib ketaman. Nimalar qilsa bo'ladi tayanch harakat tizimi kasalliklarida. Birinchi navbatda qonga e'tibor bering. Qon doim suyuq tursin. Qon suyuq turishi uchun juda ham ko'p roliklar olib chiqqanman. Qon suyuq turishi uchun goji mevasini ichsangiz bo'ladi. Mevasini topa olmasangiz berberin batini qabul qilsangiz bo'ladi. Shipovniy qabul qilsangiz bo'ladi. Malina, kivi juda ham ko'p qon suyultiruvchilar tabiiy yo'llar bilan. Buni alishtirib iste'mol qilib boraverasiz. Keyingisi yallig'lanishga qarshi ichasiz. Karitsa, kurkumin, imbir, krapiva, sabelnik bolotni yallig'lanishga ham qarshi juda ham ko'p videoroliklar olib chiqaman. Ularni qabul qilib borasiz periodlar bilan, ya'ni alishtirib. Gemoglobinga qaraymiz. Gemoglobinni ham ko'tarishimiz kerak. Lekin gemoglobinga ko'taruvchi preparat qabul qilganingizda esingizda bo'lsin. Kalsiy hosil qiluvchi preparatlar mumkin emas, bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun bo'lib, ya'ni gemoglobin ko'tarayotganingizda kalsiylarni yoki vitamin D larni qabul qilmaysiz. Gemoglobinni ko'tarib oldingiz, keyin vitamin D ni ertalab nonushta bilan, kechqurunga magniyni qabul qilib borasiz. Bu esa qoningizda kalsiyni hosil qiladi. Yana bir narsa, men har doim qandaydir kasallikni davolayotganda individual yondashaman. Ya'ni har bir insonni o'zi yoshi, kasalligi, qachon orttirgan, qanaqa lecheniyalar olgan, o'shanga qarab turib lecheniya yozib beraman, davolash kursini. Hammaga standart to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun o'zingizni organizmingizga quloq soling. O'zingizni organizmingizga tabib va tabiba bo'ling. Shundagina siz davolash choralarini to'g'ri tanlay olasiz. Hattoki misol siz shifokorga boryapsiz, sizga bir nechta dori preparatlarni yozib berilyapti. Misol o'sha dori preparatlar sizning organizmingizga tushmasligi mumkin, allergiya berishi mumkin yoki bo'lmasam bilmasdan gormon qabul qilib qo'yishingiz mumkin. O'shaning uchun siz birinchi o'rinda doktorni emas, vrachni emas, o'zingizni analiz qiling. O'zingiz mana shu preparatlarni qabul qilishdan oldin instruksiyasini o'qib chiqing. Sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Побочный действиялari qanaqa? Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, baribir tabiiy yo'llar bilan davolash hech qanaqangi organizmga ziyoni yo'q. O'shaning uchun men har doim tabiiy yo'nalish bilan davolaninglar deb qon suyultiruvchi, qon ko'paytiruvchi, yallig'lanishga qarshi biologik faol qo'shimchalar, kollagen, gialuronka, xondroitin, glukozamin, vitamin D bularni har doim aytib boraman. Bularni to'g'ri qabul qilib, iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, mana shu tayanch harakat tizimi kasalliklarini to'g'ri davolagan bo'lasiz. Men sizlarga bermoqchi bo'lgan maslahatlarim shulardan iborat edi. Agar birontasiga tushunmagan bo'lsangiz, kommentariyada qoldiring, savollaringizga javob beraman. Kanalimizga obuna bo'ling. Yanada qiziqarli ma'lumotlarimizga ega bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.